Salom qizlar hammaga. Bugun fiyalka gulini qanday ko'paytirish ko'rsatib beraman. Mana shu hafta polniy fiyalka guli haqida stories qo'yaman. Qanday ko'paytirish va sinalgan aniq yo'llarini sizlarga ko'rsatib beraman. Birinchi usul hozir suvni ko'paytirish ko'rsatib beraman. Buni men suvga qo'yganman. Mana shu ildiz otgan. Ko'rishingiz mumkin. Bu suvga buni 1-noyabr kuni qo'yganman. Bugun mana 16mi. Aloy. Bu aloy. Aloy ozgina mana shunaqa kesib qo'yasizlar suvga. Og'zini, qopqoqchasini mana shunaqa teshib mana shunaqa qo'yganman. Ochiq holda prosta suvga tiqib qo'ysanglar, bu ildiz otmaydi. Mana shunaqa tiqib qo'ysanglar, mana shunaqa qo'ysanglar, bu mamdoh yopiq turgan holda tezroq ildiz otadi siz.